Assalomu alaykum. Bugun vitamin D3 haqida gaplashmoqchiman. Har kun shaxsan o'zim mana shu vitamin D3 dan qabul qilaman, chunki bu juda ham ko'p kasalliklarga davo hisoblanadi. Bizada O'zbekistonda ko'pincha bolalar ichishi kerak, rahit kasalini oldini olish uchun deyishadi, lekin aslida nafaqat bolalar, balkim kattalar ham bu D3dan qabul qilishlari kerak. O'zbekiston quyoshli o'lka bo'lgani bilan baribir organizmda vitamin D3ni yetishmasligi juda ham ko'p kuzatilyapti. Shuning uchun tavsiya qilaman mana shu badladan organizmlaringizni to'yintirib ichishlaringizni. Vitamin D3 ayollarni go'zalligiga juda ham katta xizmat qiladi. Terini qurib qolmasligi, o'sha yasharib yurishi, har doim yasharib yurishiga yordam beradi. Yurak qon tomir kasalliklariga, immunitetni yaxshi ko'tarib beradi. Suyak o'sishida, bolalarda, o'sha rahit kasalligida, keyin allergiyalarda, ayol va erkaklarni bepushtligida juda ham katta yordam beradi. Tavsiya qilaman, har kuni men o'zim shaxsan 15 tomchigacha ichib boraman. Endi ko'pchilik 3-4 tomchi ichishingiz mumkin deyishadi, lekin men 10 yoki 15 tomchigacha ichaman. Mana shu gripp vaqtida mana shu vitamin D3ni dozasini oshiraman, juda ham tez natija olaman. Juda ham ta'siri zo'r, effekti zo'r. Rossiya mahsuloti, narxlari hamyonbop, chunki kompaniyamizni o'zini zavodi borligi uchun, kompaniya o'zi ishlab chiqargani uchun narxlari hamyonbop narxlarda. Keyin vitamin D3 apteka akva D3lardan juda ham katta farq qiladi. Bu haqiqiy D3, o'sha mana barakali, suvdek emas. Shuning uchun effekti ham juda ham zo'r. Tavsiya qilaman.